Urush, janjal va hokazo bu narsalar yoshlik bilan tugamaydi. Bu kuchuk hayot. Ko'cha-mocha degan narsa yo'q. Zo'rdan zo'ri chiqadi. Ikkita yo'l bor o'tda. Yo qamalib ketasizlar yoki o'zinglarning go'shtini yeb, pichoqlab o'ldirib ketasizlar. Ikkita yo'l bor. Поэтому ko'chada kimgadir nimadirlarni spotlab yurmanglar. Undan ma'no yo'q. O'zinglar uchun trenov qilinglar. Uchta savolga javob topinglar. Kimman, nima uchun yashayapman va o'lgandan keyin qayerga ketaman. Botga kelishimiz ma'nosi bor, maqsadi bor. O'sha ma'nosini va maqsadini topishga harakat qilinglar. Faqat shundan ma'no bor. Qolgan dunyoviy narsalardan, urush janjallardan, bir-biriga nimadir spotlashdan ma'no yo'q. 5 kunlik dunyo tez o'tib ketamiz. O'lganimizdan keyin o'zimiz bilan olib ketadigan narsalarimiz xotiralar va qilgan amallar. Shu ko'proq ijobiy xotiralarni to'plashga harakat qilinglar va ijobiy amallarni qilishga harakat qilinglar. Oxiri hal qiladigan narsa mana shu bo'ladi. Olib ketadigan narsalarimiz shular. Hech narsa olib keta olmaymiz. Mol-mulk dunyolarni olib keta olmaymiz. Поэтому ulgurib qo'yinglar. Aytadi-yu, bu dunyoga kimlar kelib ketmadi. Hamma ishlari chala qoldi, umr yetmadi. O'shaning uchun dunyoviy ishlar tugamaydi. Ozgina yashashga ham ulgurib ko'ringlar. Qamalib ketsanglar, umrlar ketadi. Ota-ona, farzandlar, sizlar yaxshi ko'rgan odamlar shundan faqat azoblanadi. O'shaning uchun ko'chadan, urush janjallardan, mana shunaqa temalardan uzoq yuringlar. O'shanda yutasizlar.